Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyamızı başlayımız. Leksiyada Sıdgacı Rozi. Washington'da sözdeyimiz. Mavzu mundaq. Şeyle terakki qilib, oxiri chaki yetkanda kayniga qaytadi. Kutmaganda kelgusida Jungoda pulning qimmati qattiq tushib ketadi. Mavzuli xabar 10 ayning 13-kuni Jungoga nazar torbiyeti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Kechki quyosh bak go'zal bo'lib ketadi. Faqat cho'kadigan o'piqda yaqinlashganda. Kechki quyosh bak go'zal bo'lib ketadi. Faqat cho'kadigan o'piqqa yaqinlashganda. Kechki shafaq xilma-xil rangda tovlanadi. Bu albatta Gogumning alomatidir. Öy imorat bahası g'aljirlik bilan o'skanda, dal shu vaqtda öy imorat bahasının g'aljirlik bilan tuvanga seriladiganligi to'g'risida signal berdi. Davzax bilan jannatning orlig'i bir g'arishli yo'l. Jannatga ketayotganda ko'rinadi yo amaliyotda davzaxga ketayotadi. Diqqat vatandosh. Jannat bilan davzaxning orlig'i bir g'arishli yo'l. Jannatga ketayotganda ko'rinadi yo amaliyotda davzaxga kirdi. Öy imorat bahasi g'aljirlik bilan o'sdi. Öy imorat bahasining cho'p ketishiga guvohchi bo'lib qoldi. Az qoldi. Bilishimcha, qiyos qilishimcha bir necha oylar vaqt qoldi. Ojiz tangpunliq, qisqa muddatli qatmanliq vaziyat nozuk. Bak nozuk. Foydadan quruq qilish bilan foydaga ega bo'lish bir-biriga do'qirishib qoldi. Demak, birisi foydalidir, birisi ziyontadidir, bir-biriga do'qirishib qoldi. Har qaysi bozorlar tabrashga kirib qoldi. Shanxayda zoyum ko'rsatkichi 3000 nuqtaga yaqin bozor yopdi. Davxan ko'rsatkichi 18000 nuqtaga yaqin bozor yopdi. Dollar ko'rsatkichi 95 nuqtaga yaqin to'xtab qoldi. Hurmatli vatandoshim, men leksiyalarimda sizlarga so'zlagan edim. 1985-yillarda, 80-yillar atrofida Amerikada dollarning ko'rsatkichi 100 nuqtaga yetganda, diqqat vatandoshim, shu yillardan boshlab butun Yevropa bo'libmi sobiq Sovetlar ittifoqi tavrinish jarayoni kirdi. Oqibatdan qanday bo'lganligi bu sizlarga ma'lum. Hozir deydi, Lutyan Shoh degan odam nim deydi? Dollarning ko'rsatkichi 95 ga yaqinlab to'xtab qoldi. Har qaysi bozorlar yuqorqidek ahvol yuz berdi. İnsan cho'chigidek darajada yuz berdi. Har qaysi bozorlar yana bir yo'lga tushdi. Har qaysi bozorlar ojiz bir tangpunliqni qo'lga keltirdi. Har qaysi bozorlar qisqa muddatlik qatmanliq tushib qoldi. Ojiz tangpunliq öy bahosining g'aljirligi oldida davomlashamay qoldi. Qisqa muddatli qatmanliq g'aljirlashgan imorat bahosining oxirlashishi edi. Hodisega e'tibor berib, mohiyatga e'tibor bermaslikni kayniga tortgan sari xatarlik bo'ladi. Imorat bozorida g'aljirlik bilan o'rilsa, an'anaviy amaliy gavlik iqtisodning doirasi tarayib ketadi. Naqpol yamrab ketib, yig'ib olishga duch kelsa, ofat ustiga ofat yog'adi. Iqtisod texmo ojizlashadi. Rasmiy bo'lmagan usullar bilan chekinib chiqadigan bo'lsa bozordan, iqtisod texmo chekinadi. Imorat bozorda baho shiddat bilan o'rilsa, uzun davomlasholmaydi. Pul yamrab kelsa, uzun davomlasholmaydi. G'ayri rasmiy usul choralami uzun davomlasholmaydi. Krizis damlari yaqinlab keldi. Xavf xatar qadam yaqinlab kelmoqda. Pulning oxiri qorong'ulikqa kirib ketamdi qandaq. Yo'lning oxiri, kechiring vatandoshim, yo'lning oxiri qorong'ulikqa kirib ketamdi qandaq. Zo'rlik bilan o'rlayotgan baho, ya'ni shundoq g'aljirlik bilan tuvallashga boshlaydi.
bağının galcılık bilen ösüşü kapitalның qara önkirini payda qıldı. Bu qara önkir barlıqni sömürüp getedi. 7. ayda yeni qarız beriş qoşuldu. Hemmisi öyseti velişke berilgen qarız pul idi. Kelgisi de yana qanda kengaydı. Baha zorluq bilen ösemdi. Jungo iqtisadının patqaqqa kirip ketişi ve kokum tavqan bolışını belgilemdi. Şeyler terakki qilib, oxir chakka yetkanda o özden aksi tarifiga özgür. Bu növbetki Jungo iqtisadının ahvalıdır. Bu sizden esingizde bolsun hürmetli vatandaş.